Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun HSK 2-darajani 7-mavzu 2-qismini davom ettiramiz. Bugungi birinchi yangi so'zimiz bu Jichang. Jichang ma'nosi aeroport degani. Jichang aeroport. Misol uchun Ninchunar siz qayerga ketyapsiz? Ninchunar qayerga ketyapsiz? Wochu Jichang men aeroportga ketyapman. Wochu Jichang men aeroportga ketyapman. Tamen zay nar ular qayerda? Tamen zay Jichang ular aeroportda. Jichang yo很多人 aeroportda juda ham ko'p odam bor. Jichang ma'nosi aeroport. Keyingi so'zimiz bu lu. Lu yo'l, ko'cha degani. Lu yo'l, ko'cha degan ma'nolarni beradi. Misol uchun zay lushang yo'lda degani. Men yo'ldaman demoqchi bo'lsangiz, bu zay lushang deysiz. Zay lushang degani yo'lda degani, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi yo'lni ustida. Zay lushang yo'lni ustida, ya'ni yo'lda degani. Zay chu sui xiao de lushang maktabni yo'lida. Maktabga boryapman, borayotgan yo'lda degan ma'noni beradi. Zay chu sui xiao de lushang maktabga boradigan yo'lda degani. Hop, davom etamiz. Tazay nar u qayerda? Tazay nar u qayerda? Tazay chu jichang de lushang u aeroportni yo'lida. Tazay chu jichang de lushang u aeroportga ketyapti. Aeroportni yo'lida degan ma'noda gap. Keyingi so'z dao. Dao. Daoni buni ham har xil ma'nolari bor. Bugungi ma'nosi yetib kelmoq, yetmoq. Biron narsaga yetmoq yoki yetib kelmoq degan ma'noda. Misol uchun ni shimi shiho dao jichang. Sen qachon aeroportga yetib kelasan? Ni shimi shiho dao jichang. Sen qachon aeroportga yetasan, yetib kelasan? Wo hai yo 10分钟到机场. Wo hai yo 10分钟到机场. Yana 10 minutdan keyin aeroportga yetib boraman degani. Ya'ni aeroportga yetishimga yana 10 minut bor demoqchi. Ta shimi shiho dao Beijing. U qachon Pekinga yetib keladi? Ta shimi shiho dao Beijing. U qachon Pekinga yetib keladi? Ta ijing dao Beijing le. U allaqachon Pekinga yetib keldi. Ta ijing dao Beijing le. U allaqachon Pekinga yetib keldi. Dao yetmoq, yetib kelmoq degan ma'nolarda. Hop, bugungi grammatika ju bo'ladi. Juni har xil ma'nolari bor. Kontekstga qarab har xil ma'noda keladi. To'g'ridan-to'g'ri aniq bitta tarjimasi yo'q. Lekin Xitoy tilida keng qo'llaniladigan grammatikalarning bittasi. Bugungi biza birinchi o'rganadiganimiz eng soddasi bu biron bir voqeani yoki holatni erta sodir bo'lgani yoki tez sodir bo'lganini bildiradi. Misol uchun hozir bu yerda aytmoqchiki can indicate the action will happen soon, ya'ni o'sha holatda tez orada sodir bo'lishi. Biron bir holatda tez orada sodir bo'lishi yoki o'sha sodir bo'lib bo'lgan bo'lsa ham o'sha narsa tez sodir bo'lganligi shu ma'nolarda kelganini o'rganamiz bugun. Hozir birinchisida bu yerda aytadiki the action will happen soon, ya'ni tez orada mana shu holat action sodir bo'ladi degan. Misol uchun 我5分钟就到. Men 5 minutda yetib kelaman. Hali yetib kelmagan, lekin tez orada o'sha qisqa fursatda, ya'ni 5 minutda yetib keladi. O'shaning uchun 我5分钟就到. 5 minutda men o'sha yetib kelaman degan. 他明天就能出院. U ertaga o'sha больницаdan chiqsa bo'ladi, kasalxonadan chiqsa bo'ladi degan. Ya'ni ancha vaqtdan beri kasalxonada yotgan bo'lsa, 他明天就能出院. U ertaga chiqishi mumkin, ya'ni ertaga chiqa oladi kasalxonadan degan. Keyingi shakli ju can also be used for emphasize, indicating that the speaker thinks something happened early or went well and fast. Mana hozir birinchi aytib o'tganim, ya'ni sodir bo'lgan voqeani o'sha holatda o'sha gapiruvchi tomonidan gapiruvchini o'ylashicha o'sha holat sodir bo'lgan holat erta sodir bo'lgan bo'lsa yokida juda ham tez va yaxshi sodir bo'lgan bo'lsa, ya'ni yaxshi yakun topgan bo'lsa, o'shanda ham ju qo'llaniladi. Misol uchun
If you have arranged to pick up your friend at the airport, and your friend will arrive at 11 and you arrive at 10 a.m. That's quite early, so you can say. Misol uchun bu yerda aytmoqchiki, siz kelishib qo'ygansiz o'rtog'ingiz aeroportda kutib olishga. O'rtog'ingiz 11 da aeroportga keladigan bo'lsa, siz o'sha 10 da aeroportga yetib bordingiz. Ya'ni kelishgan vaqtdan ancha oldin yetib keldingiz. Shunaqa vaziyatlarda ham aytishimiz mumkinki, 我10点就到机场了. Men 10 da o'sha aeroportga yetib kelgandim. 我10点就到机场了. Men 10 da allaqachon aeroportga yetib kelgan edim. Keyingisi, deylik mana dars soat 8 da boshlanadi, lekin studentlar, talabalar sinfxonaga 7:30 da kirib keldi. Biz aytishimiz mumkinki, 同学们7点半就来教室了. 同学们 talabalar 7点半 7:30 da 就来教室了. 教室 degan sinfxona. 7:30 da sinfxonaga kirdi. Kutilgan vaqtdan erta kirganligi uchun ju qo'llanyapti. Yana bitta misol. Samolyot juda ham tez, ya'ni Shanxaydan Pekinga bor yo'g'i 2 soatda yetib keldi. Tez uchdi va 2 soatda yetib keldi. Ba'zi reyslar shunaqa bo'ladi, sizni tiketingizda, ya'ni biletingizda ko'rsatilgan vaqtdan yarim soat yoki 20 minut erta qo'nish holatlari bor. 1 soat erta qo'ngan holatni hali ko'rmaganman, lekin yarim soat, 20 minut erta qo'ngan holatlari bo'ladi. Hozir bu yerda mana aytyaptiki, soat 7 dan 9 gacha uchish kerak edi. Lekin 2 soatda yetib keldi. Ya'ni 7 da uchib 8 da qo'ndi. Shunaqa holatda ham Shanghai到北京坐飞机2个小时就到了. Shanghaydan 到北京 Pekingacha 坐飞机 samolyot orqali, ya'ni samolyotda o'tirib 2个小时就到了. 2 soatda yetib keldik. 2 soatda yetib keldik. Hop, qaytaraman. Birinchi o'rgangan holatimiz hali sodir bo'lmagan, lekin tez orada sodir bo'ladigan vaziyatlarda ham joni ishlatamiz. 5分钟就到. 他明天就能出院. Ertaga chiqsa bo'ladi. Yokida 5分钟就到. 5 minutda yetib keladi. Kutilayotgan holatda tez orada sodir bo'lishini bildirganimizda jo ishlatamiz. Va ikkinchi ma'nosi sodir bo'lgan holat, vaziyatda tezda sodir bo'lganligi yokida kutilgandan ham erta sodir bo'lganligi yoki o'sha yakuni yaxshi bo'lgan bo'lsa, hamma narsa joy-joyida hal qilingan bo'lsa ham jo ishlatiladi. Hozir topshiriqda pastdagi A, B larni to'g'ri keladiganini qo'yib, gaplarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Videoni pauza qiling-da, o'zingiz qo'yib chiqing. Men hozir to'g'ri javobni beraman. Birinchisi, 9点上课. Soat 9 da dars boshlanadi. Li 老师8点半就来学校了. Ustoz Li 8:30 da 8:30 da maktabga yetib keladi. Yoki yetib kelgan. Keyingisi, 我姐姐4点到北京. Mani opacham soat 4 da Pekinga yetib keladi. 我3点 men soat 3 da 就到机场等他了. Soat 3 da aeroportga yetib kelib, uni kutayotgan edim. 8点开始上班. Soat 8 da ish boshlanadi. 他7点半就到了. U 7:30 da yetib kelgan edi. Yetib keldi degan ma'noda. Hozir audio eshitamiz, keyingi savolga javob berishingiz kerak bo'ladi har doimgidek. Birinchi savol, 男的现在在哪儿? Erkak kishi hozir qayerda? 男的还有多长时间能到机场? Erkak kishini aeroportga yetib olishiga hali yana qancha vaqt bor? Text 2. On the way to the airport. 你现在在哪儿呢？在去机场的路上。你已经到了吗？我下飞机了。你还有多长时间能到这儿？20分钟就到。New words. Audiodan eshitdik.
Agar tushunmagan, qiynalgan bo'lsangiz, audioni qaytarib yana qaytadan eshiting, iloji boricha javobni o'zingiz berishga harakat qiling. Men hozir to'g'ri javobni beraman. Birinchisi, nanda sen zay nar. Erkak kishi hozir qayerda? Ta zay chu ji chang de lu shang. U hozir aeroportning yo'lida, ya'ni aeroportga ketayotgan yo'lda. Ta zay chu ji chang de lu shang. Ikkinchi savolimiz, nanda hayo do chang shi jian neng dao ji chang. 20分钟就到. Erkak kishini aeroportga yetib borishiga yana qancha vaqt bor? 20分钟就到. 20 minutda yetib boradi. Hozirgi tekstni, audioni tekst variantini ko'rib chiqamiz. Ni sen zay zay nar ne? Zay chu ji chang de lu shang. Ni已经到了吗？我下飞机了。你还有多长时间能到这儿？20分钟就到. Pingingizni ko'ramiz. Ni sen zay zay nar ne? Zay chu ji chang de lu shang.你已经到了吗？我下飞机了。你还有多长时间能到这儿？20分钟就到. Hop, ni sen zay zay nar ne? Sen hozir qayerdasan? Bu ayollar gapi. Keyin erkak kishi aytadiki, zay chu ji chang de lu shang. Ni已经到了吗? Aeroportning yo'lidaman, aeroportga ketyapman yo'lda. Ni 已经到了吗? Sen allaqachon yetib keldingmi? 我下飞机了. Men samolyotdan tushdim. 下飞机. Men samolyotdan tushdim. 你还有多长时间能到这儿? Yana qancha vaqt bor bu yerga? Jir, bu yer. Neng dao, dao, kelmoq, yetmoq. Yana bu yerga yetib kelishingga yana qancha vaqt bor? 20分钟就到. 20 daqiqada yetib boraman. Hozir ko'rgan tekstimizni paraphrase qilingan holati, o'sha ma'no to'liq saqlangan. Tushib qolgan so'zlarni qo'yib chiqishingiz kerak. Misol uchun, vo'sya, men mashinadan tushdim, samolyotdan tushdim, bironta so'zni qo'yasiz. Keyingisi, voda pangyo hay mei dao. Meni do'stim haliyam yetib kelmadi. Ta zai lai de lu shang. Ta hai yo shima shima jiu dao. Birinchisi, mana to'liq to'g'ri javobi. 我下飞机了. Men samolyotdan tushdim. 我的朋友还没到. Mening do'stim haliyam yetib kelmadi. 他在来机场的路上. U hozir aeroportning yo'lida kelyapti. 他还有20分钟就到. Yana 20 daqiqada yetib keladi. Keyingi mashqimiz, gaplarni Joe bilan to'ldirib qaytadan yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Joe'ni ishlatgan holatda mana shu gaplarni qaytadan yozib chiqishingiz kerak. Gaplar o'zi to'g'ri berilgan. Prosta to'g'ri keladigan joyga Joe'ni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Videoni pauza qilingda, o'zingiz harakat qiling. Men hozir to'g'ri javobni beraman. Ta 6点就起床了. Ta 6点就起床了. U soat 6da o'rnidan turgan edi. Ta 坐飞机2个小时就到上海了. Ta 坐飞机2个小时就到上海了. U samolyotda 2 soatda Shanxayga yetib bordi. 我昨天就来北京了. Men kecha Pekinga keldim. 我昨天就来北京了. Men kecha Pekinga keldim. Bu gapda tushunishimiz mumkin. Demak, Pekinga kelishi erta kelgan, kutilgandan ham erta kelgan, o'shaning uchun bu yoqqa Joe'ni ishlatadi. Hop, review, ya'ni bugun o'tgan narsalarimiz. Joe'ni ishlatadigan joylari: it is used for emphasize indicating that the speaker thinks something happened early or went fast and well. Ya'ni so'zlashuvchini o'ylashicha biron bir voqea erta sodir bo'lganligi yoki juda ham tez sodir bo'lganligi yoki yaxshi sodir bo'lganligini bildirganda Joe'ni ishlatamiz. Misol uchun, 我5分钟就到. Men 5 minutda yetib kelaman. 同学们7点半就来教室了. Talabalar 7:30da xonaga kirdi. Shu joyda darsimiz tugaydi. Rahmat hammaga.